Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Qo'shma Shtatlar va Eron Islomobod memorandumi asosida 60 kunlik sulhni uzaytirishga kelishib oldilar. Anadolu axborot agentligi. Turkiya harbiy havo kuchlarining F-16 qiruvchi samolyoti o'quv parvozi paytida Yalova provinsiyasida halokatga uchradi. Uchuvchi omon qoldi. Tramp Eron bilan mojaroni hal qilish bo'yicha yangi rejaga o'tdi va faol diplomatik qadamlar hamda harbiy harakatlardan voz kechdi. Atlantik nashri AQSh rahbarining mojaroni tugatish bo'yicha avvalgi urinishlari, jumladan cheklangan bombardimonlar va Tehron sha'niga bildirilgan keskin tahdidlar natija bermadi. Shu bois Oq uy endi kutish pozitsiyasiga umid bog'lamoqda. Yangi reja esa moliyaviy sanksiyalarni va Eron portlarining dengiz blokadasini saqlab qolishni ko'zda tutadi. Makka kelishuvi hech bir davlatga qarshi qaratilmagan, dedi Rajab Toyyib Erdo'g'an. Biz mintaqamizda barqarorlikni ta'minlashga yordam berish uchun tarixiy mas'uliyatni o'z zimmamizga oldik. Kelishuvning asosiy maqsadi to'xtatuvchi kuchlarni kuchaytirish. U barcha qardosh davlatlar uchun ochiq. Bizning maqsadimiz oxir-oqibat iloji bo'lsa, mintaqadagi barcha davlatlarni shu doirada birlashtirishdir. Ushbu kelishuv hech bir davlatga qarshi qaratilmagan. Uning yagona maqsadi tinchlik va barqarorlikni, shuningdek, xalqimizning farovonligini ta'minlashdir, dedi Turkiya rahbari. Hindiston Makka kelishuvini o'ziga tahdid sifatida o'rganmoqda. Hindiston, Pokiston, Saudiya Arabistoni va Turkiya o'rtasidagi harbiy hamkorlikka Makka kelishuvining milliy xavfsizlikka ta'sirini o'rganmoqda, dedi Hindiston Tashqi ishlar vazirligi vakili. Ushbu kelishuvga kelsak, biz uning Hindiston milliy xavfsizligi va mintaqaviy tinchlik va barqarorlik uchun ta'sirini o'rganmoqdamiz, dedi Jaysval. Uning qo'shimcha qilishicha, Hindiston o'z milliy manfaatlarini himoya qilishga to'liq sodiq va bu borada barcha kerakli choralarni ko'radi. Rossiya neft eksporti rekord darajada pastga tushdi. Bloomberg agentlik ma'lumotlariga ko'ra, 13-iyuldan 9-avgustgacha bo'lgan 4 hafta ichida Rossiya neft eksporti kuniga 3,71 million barrelgacha pasaydi. Bu may oyidan beri eng past ko'rsatkich. Agentlikning tushuntirishicha, Ukraina hujumlari buning asosiy sababidir. JD Venice Ukrainani Rossiya portlariga kirayotgan tankerlarga zarba berishni to'xtatishga chaqirdi. Ukraina esa AQSh iltimosiga ko'ra Novorossiysk portidagi tankerlarga hujumlarni to'xtatdi. Ukrainaning bosib olingan hududlari tarixi Rossiyadagi maktab darsliklariga kiritildi. Ro'yxat Rossiya ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan. Bizning mintaqamiz tarixi Donbass va Novorossiya darsligi 5-7 sinf o'quvchilari uchun tavsiya etilgan. Unda Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlari tarixini Rossiya tarixi kontekstida o'qitish rejalashtirilgan. Rossiya Hindistondan benzin olishni boshladi. Bloomberg birinchi partiya 5-avgust kuni Rosneft aksiyadori bo'lgan Hindistonning Nayara energiya neftni qayta ishlash zavodidan yetkazib berildi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, 18-iyun kuni Kyklone tankeri birinchi yetkazib berish uchun taxminan 42 ming tonna yoqilg'i ortgan. Iyul oyida yuk Misrning Damyetta porti yaqinida boshqa kemaga ortilib, shundan so'ng Rossiyaga yuborilgan. Yonilg'i inqirozi fonida Rossiya Hindistondan benzin sotib olishni boshlagani haqida iyul boshida Reuters xabar bergan edi. Agentlik manbalari Rossiyaga kamida 60 ming tonna benzin yuborilganini ma'lum qilgan. Yaponiya Ukraina mojarosi sabablarini o'rganib o'tirmay, Rossiyaga qarshi asossiz sanksiyalar joriy etdi, dedi
Vladimir Putin. Vladimir Putinning boshqa bayonotlari. Rossiya Yaponiyaga tahdid solayotgani yo'q. Moskvaning Tokioga hech qanday e'tirozi mavjud emas. Ikkinchi jahon urushidan keyingi voqelik sifatida Kuril orollari xalqaro hujjatlarda Rossiyaga tegishli deb mustahkamlab qo'yilgan bo'lsa-da, Yaponiyaning Moskvaga nisbatan da'volari bor. Tinch okeani flotining mashg'ulotlari kabi tadbirlar, jumladan Osiyo Tinch okeani mintaqasida Rossiya manfaatlarini himoya qilish uchun kerakdir. Rossiya o'z savdo kemalarining egallab olinishiga nafaqat o'sha akvatoriyalarda, balki istalgan joyda, jumladan Tinch okeanda ham aynan shunday javob qaytaradi, dedi Rossiya rahbari. Ursula von der Leyenning Ukrainani Yevroittifoqqa qo'shish rejasi yana barbod bo'lishi mumkin. Hozirda Yevropa komissiyasi Yevroittifoq bo'lajak a'zolari uchun qoidalarga o'zgartirishlar kiritish loyihasini tayyorlamoqda. U oktyabr oyidagi sammitda Yevropa yetakchilariga taqdim etilishi kutilmoqda. Biroq ittifoq mamlakatlari ushbu qoidalarni ma'qullashga ko'ndirish mumkinmi yoki yo'q? Bu so'roq ostida. O'tgan safar Yevropa komissiyasining kengayish jarayonini tezlashtirishga bo'lgan urinishi allaqachon qarshilikka uchragan edi. O'tgan safar Yevropa komissiyasining kengayish jarayonini tezlashtirishga bo'lgan urinishi allaqachon qarshilikka uchragan edi. Bu mart oyida sodir bo'ldi. O'shanda rejaning layoqatsiz ekanligi aytilib, unda qayta ishlash so'ralgan. Agar von der Leyen 2029-yilda o'z vakolatlari tugagunga qadar jarayonni g'ovlardan xoli qila olmasa, yangi a'zolarni qabul qilmaslik bo'yicha tarixdagi eng uzoq davrga boshchilik qilish xavfi ostida qoladi. Vladimir Putin G'arb davlatlarining Rossiya savdo kemalarini qo'lga olishga bo'lgan urinishlariga munosib javob qaytarishini aytdi. AQSh osmonida noma'lum obyektlar uchib yuribdi, dedi Marko Rubio. Ularning kimligini bilmayman. Ularning nimaligini bilmayman. Lekin harbiy obyektlarimiz tepasida qandaydir noma'lum uchar jismlar uchib yuribdi va ular bizniki emas. Biz buni o'rganib chiqishimiz kerak, dedi AQSh davlat kotibi. AQSh Putindan amerikalik dengiz piyodasini afv etgani uchun minnatdor. Uitkov. Biz prezident Putinga Robert Gilmanni gumanitar sabablarga ko'ra afv etgani va butun jarayon davomida shaxsan ishtirok etgani uchun minnatdorchilik bildiramiz, dedi Trampning maxsus elchisi. NATO Osiyo Tinch okeani mintaqasiga singib kirmoqda, dedi Vladimir Putin. Uning qo'shimcha qilishicha, Osiyo Tinch okeani mintaqasiga yangi qurol-yarog'larni joylashtirish rejalari Rossiyaga tahdid solmoqda. Xitoy Rossiyaga qarshi sanksiyalar sababli AQShga javob chorasi bilan tahdid qildi. AQShda Rossiya energetika resurslarini sotib oluvchilarga bojlar joriy etish to'g'risidagi qonun qabul qilinsa, Xitoy o'z kompaniyalari va fuqarolarini himoya qilish uchun kerak bo'lgan choralarni ko'rishini AQShdagi Xitoy elchixonasi ma'lum qildi.